Conor Makgregor nega Oq uydagi UFC turnirida jang qilmasligini, UFC Makgregorni u yerda jang qilishini istamasligini tushuntirib berdi. Odatda meni UFC 200, 300 yoki Sphere turnirlariga qo'yishmaydi. Odatda meni UFC 201 yoki 301 ga qo'yishadi. Xuddi 2 martalik savdo qilgandek. Oq uydagi turnir baribir muvaffaqiyatli bo'ladi. Kimni qo'yishlari muhim emas. Keyin esa ikkinchi katta daromad olish uchun Makgregorni chiqarishadi, deydi Conor. Makgregorni sog'inganlar bo'lsa, izohlarda fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin.